Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, yangi qo'shilgan kuzatuvchilar. Bugun sizga o'zbekning ajoyib iqtidor egasi, ajoyib shoiri Rauf Parfidan bir she'r o'qib bermoqchiman. Yana qaytib keldim, chang to'zgan, yo'limizni sog'indim ona. Tom ustida maysalar o'sgan uyimizni sog'indim ona. Aziz dargoh ostonasida sizni qalbim bilan quchayin, to'yib sopol kosada muzdek quduq suvini ichayin. Har bir narsa yaqindir menga, har bir narsa menga qadrdon. Qarab qoldingizmi yo'limga, issiq nonlar uzib tandirdan. Qo'yimangiz meni bu safar, unutdi deb uyni, dalamni. Nechora bor dil yonsa agar, dil sog'insa turkiy olamni. Qishloqning munis chiroyi, achchiq piyoz to'g'rayin o'zim. Dil sog'inib yig'laydi doim, hozir mayli yig'lasin ko'zim. Targ'illanib bormoqda osmon, oppoq hidga to'lmoqda bag'rim. Aytingizchi, bormi sog' omon, shahlo ko'zli mening targ'ilim. Og'ushimda zangor sezgi, kiprigimda suyuq hayajon, ko'zlarimda yumaloq sevgi. Salomatman men ham onajon. Qaytib keldim yana, chang to'zgan, yo'limizni sog'indim ona. Tom ustida maysalar o'sgan, uyimizni sog'indim.